Enver bir o'zbek odami kelgan bunda Enver. Bir o'zbek odami kelgan Enver qayerdan bu odam? Assalomu alaykum. Amaki qayerdan keldingiz? Bu Qrimga, biz diyorga qayerdan kelib qoldingiz? Aka, men bu yerlarda xizmat qilganman-da. Uylanib qoldim, endi shu yerda qolib ketdi-da endi. Bozorda nima qilyapsiz? Ama sotyapmiz mana, banan bor, hamma yoq bor, anor, mana. Armiya joy, chiroyli joylarda. Yaxshi narsada armiya. Bu armiya zo'r narsa-ku, ammo armiyada dahshatli odamlar bo'ladi. Ularning oti det. Armiyada detlar bo'ladi. Birinchi bo'lib armiyaga borganda yosh chiroyli bolalarni xirt lisi qilib qo'yib armiyaga olib ketar ekan. O'shanda armiya boshlanar ekan. Armiyada ham dahshatli odamlar borda det. Birinchi bo'lib armiyada banadan boshlar ekan. Halik banaga olib qo'ydi, hammamizni xirt lisi qilib qo'ydi. Banaga olib kirdi, endi suvni bermadi, qarasam suv o'chib qoldi. Hammamiz olib chiqdi. Hammamizga forma berib boshladi. Forma berdi, qarasam haligi formasini metda tuymasi osilib turibdi. Bu forma menga katta o'tsam, adiva sernosam adivatli bu deydi. O'shanda biz banadan chiqdik, hammamizni rotaga olib ketdi. Rotaga olib ketdi, hamma renne sirra dedi, tayoqda qatib turdik. Bugundan boshlab senlar hammanglar salabon dedi. Aka, salabon degani nima degan desam, salabon degani ziloniy degan dedi. Rene Siriya dedi, qarasak oldimizda 5-10 ta bolalar o'tiribdi. Bular sanlarga qaraganda 6 oy ko'pras xizmat qilgan, bular katollar dedi. Katol Xudoning qudrati bilan qozon degani. Qozon haligi bolalardan toza. Keyin Rene Siriya dedi, qarasak oldimizda 5-10 ta cholpoya yegan qo'rozlarga o'xshab monde reminin tizasidan passiga shapkanisini biqiniga urgan bular detlar dedi. Keyin men ham bunday qarab, bu detlar degani bizning tilda oqsoqol degani, oqsoqol soqoli bo'lish kerak desam, detlarning soqoli salabonligida teskarisiga o'sib ketgandi-da. O'shanda hammamiz Ravne Smirna deb klubga olib ketdi. Klubga olib ketdi. Hamma o'zini milliy tilida papriguna strikaza degan maqolani ayta boshladi. O'shanda birinchi bo'lib o'ris og'aynimiz chiqdi. O'ris og'aynimiz chiqdi. Bir ikkita gitarachisi bor ekan, bir ikkita udarnichilari bor ekan. Petka готов, Vaska готов, Serежka готов, Ivan начинай dedi. Tayoq bilan boshlar ekan. Chiq. Paprigunya strikaza летом красным пропела. День победы deb turganga qarasak, bitta Uyg'ur og'aynimiz dutorni ko'tarib, assalomu alaykum. Jumburjoqqa jubajang, jubajang. Paprigunya strikaza, летом красный пропела. Жумбуржаққа жубажang, оглянуться не успела. Как zima katit gilaza deb turganda qarasa bitta armiyan og'aynimiz chiqdi. Hemen og'aynimiz chiqib, bitta dombrachisi bor ekan. Yaq patra, qoq patra, taqara turuq shaqshaq dedi. U ham qoq patra, yaq patra, taqara shaqshaq deb atvet qildi. Начинай dedi. Rumпата qittangrang qata qupang, rumpata qittangrang qata qittang, paprigunya strikaza, летом красным пропела, оглянуться не успела, как зима катит глаза. Araq vay, canım araq vay. Canım araq voy deb turganda bitta qozon totar og'aynimiz garmonni ko'tarib sanaga chiqdi. Sanaga chiqib zdrasti dedi. Hittara paprigunya strikaza, летом красным пропела, оглянуться не успела, как zima katit gilaza deb turganda bitta gruzin chidamasdan o'tigini yechib garmonga qarab otib yubordi. O'shanda to'polon boshlandi. Men ham o'rnimdan turib, o'zbekka o'tiraverdim sholi poyaga o'xshab. Puska o'zbek tosh poyut dedim.
O'shanda meni vakil qilib sanaga yuborishdi. Men sanaga chiqib tarelka dedim. Ular ham komissiya menga qarab, "Mizdes nikushi, mizdes payom" dedi. Beror tarelkani biz payomni tarelkada qilamiz dedim. O'shanda tarelkani beraverdi. Men ham o'zbekchasiga, o'zimizchasiga ovardimda. Paprigunya Strikaza Litum krasnim Prapilovoy dodai Haglinutsa Newspila Как zima katit glaza voy dodai deb ko'zimni ochsam hech kim yo'q, hamma abetga ketibdi. Ana shunaqa voqea bo'lib qoldi aka sana. Bu narsalar hammasi armiyada bo'lganda, armiyadan keyin Qrimda qolib ketgansiz. Qanday o'dimda? Kimga uylandingiz? Ha, bu o'zimizni Qrim tatarlarga-da endi. Ya qiziq. Oilangiz Qrim tatar demak. Oilam Qrim tatarman. Mana o'qiyapmiz mana. Demak tatarchami bilasizda? Men bilmasam kim biladi akasi mana. Ay sen tatarca bir şeyler ayt efendim, o'g'ringansiz tatarcha. Aytayım istesangiz aytayım. Mana Yangi Dünya gazeti var. Mana Qrim gazetasi var, mana Yangi Dünya gazetasi var, Avdet gazetasi hepsi var. Mana bu istesangiz Rusçada o'rganmak mumkin, istesangiz Tatarchada o'rganmak mumkin bu. Ama umrda bek kerakli şeyler bular. Mana Yıldız gazeta. Mana jurnali. Yıldız. Mana ulen naratınız olsa evde mana ulen naratını alasiz. Mana Yıldız. Mana tepesine mana ulen koysanız Yıldızda kerakmi yana naratınız Yıldızda var. Bu demek yangi yıl sürprizi. Yangi yıl sürprizi de. Mana misal üçün Yangi Dünya mana gazetasi. Bu da bek yaxshi gazet bu. Fox gazetasi. Mana ulen bu gazetni alasiz, mana ulen bir ikki sarasiz. Mana ulen. Mana ulen sarasiz, mana ulen. Sarıp son mana ulen. Mana ulen etsangiz mana. Mana Yangi Dünya mana. Ko'rdingizmi? Mana Novoy Svet ola qala. Tatarchada o'rischa bo'lib qoldi. Ana bilen gazetalar istesangiz alıngiz mana. Pek yaxshi Dilber gazetalar. Endi yangilik chiqarasiz qalbi. Buni Allah qismat etsa yangi yıl programmasini etamiz. 95 senesi kitmekte. 96 senesi tezden 96 senesi gelecek. Onun için size 96 senesini bekim burçları aytmasınız. Yo, men endi o'zimizning xalqni, hepsilerini, anaların, babaların, bitaların, torunların hepsini yangi yıllarından hayırlayım. Sağlıkları olsun. Evinde bereket dolu olsun. Hepsi mana bilen gazetleri okusun. Şenlik olsun, baxt olsun, çast olsun, tinchlik olsun. Sağ olun. Sağ olun sizler. Hayırlı müşteriler.